Vyetnam ko'chalari. Chiroyli. Mana hech qayerda svetoforsiz harakatlanadi. Katta chorrahalarda ham farqi yo'q. Hamma yo'lni topib o'tib ketaveradi, lekin bunday avariyalar yo'q. Yo'l chiziqlari chizilgan, o yo'l chiziqlari shunchaki chetdan o'tish kerak degani-da. Lekin peshobodga yo'l berish kerak degani emas bu. Hozirda avtostoyanka desa, bu yerda mototsikllar stoyankasi, bike stoyanka ekan bu yerda. Odamlar yaxshi qiladi. Chiroyli palmachalar. Havo salqin, zo'r odamga yoqin. Yaxshi zo'r. Toza havo, to'yib nafas olasan. Mana bu yerda mototsikllarni arendaga berayotgan joylar ekan. Bir kuniga 100 ming so'mda o'zimiz pulga. Ularga hamma cho'nglar mazza qilib. Dahshat. Suv issiq ekan lekin. Suv iliq mana. Oyoq yuvadigan joychasi. Bundan chiqqaniga oyoqlar yuvib ketadi. Chiroyli binolar. Mana qarang, chiroyli. Hamma rasmga tushyapti. Ular bu yerda varrak uchrayapti. Varraklar xuddi qushchalarga o'xshar ekan. Kokoslar tuyib pishib turibdi, mana tayyor. Men uzdim. Kokoslar sarg'ayib ketdi. Lekin sariq kokos yaxshi bo'lmar ekanda, pishib o'tib ketgan hisoblanar ekan. Ta'mi yaxshi. Anaqa ham yashillari yesa bo'ladi. Xem Việt Nam. Chú hồi đây chơi chơi này nè. Chú ra Long Vành nha.